Assalomu qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan Ufa yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir ayni damda avtobusning ichki qismidamiz. Yo'lovchilarimiz posadka jarayonlari tugab joylashib olishgan. Oldi hamda orqa o'rindiqlarda bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir yo'lovchilarimiz ham kayfiyat a'lo darajada. Hozir yuradi, hozir. Assalomu alaykum, xayrli kechasi. Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Sizga to'g'ri keldimi? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Rahmat. Unda sizga qo'yib yaxshi bo'ling. Assalomu alaykum, xayrli kechasi. Moskvaga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? 860. Biletni qayerdan qildingiz? Chetda kassadan. Kassadan. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Qonuniymi? Qonuniy. O'xshayapti. Voy. Qonuniy. O'zingiz marta ketishlari ekan. mayli, birinchi marta bo'lsa ham biletni chiptaxonani o'zidan oldingizmi kassadan? Kassadan oldik. Assalomu alaykum, xayrli kechasi. Moskvaga bilet qayerdan xarid qildingiz? Oldin foydalanganmiz. Avtobuslardan foydalanganmisiz? Birinchi marta. Hozir qulaylikcha qani sizga tortdim. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Mayli, unda sizga qo'yib yaxshi. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Bilet narxlari sizga qulay keldimi? Hozirdan avtobusdan foydalanyapsiz? Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslaridan qatnashishni xohlasangiz, bizning markazimiz Toshkent shahar Sobir raqamli avtovokzaliga kelib, 2 qavatdan ofisimizda biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, yetarlicha savollaringizga javob olishingiz mumkin va joyingizni qo'yib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr-salomat.